Muşu bayının döt balısı dep anlap bakkanmı? Bayının balısı neymiş için döt olap kaldı? Şu bay bir ömür aşındak toğru hata o yol olsun. Erkandak yoldan tapkan besatini şu balısı hanı veyran koçulağa çiçibit bardı. Muşunun akısta hakik boğa hikayelerden birini dep bireycimam. Hemmemizge ibret olup kalsın. Yani iço degen vaqtida muşunun 40-50 yıllar burun ma'lum bir çoğun bir bazada nahiyede bir dangdar şahs ötken işken. Neçe avlatqıça bay bayaşet ötken ken bula. Amdi zimin, baylık hemmenin bake. Lekin bula ço degen vaqtida aşu özem yesem, özem çizsam dep etrafidagi odamlarga na mehr muhabbet yetkizsin, ne yaxshiliklarni qilsin. Hech qanday ish yo'qka, bermas bay deb anglagan bo'lishingiz mumkin. Uyga to'xu kirsa yamallab ketgidek aşında holatda hatto o'zining qo'l ostida ishlatgan odamlarning haqqini to'liq bermaydigan. Mushundaq holatda chinglik qilib nurg'un zimin, nurg'un boyliqlarga ish qilib ig'iz bilan deb bo'lmagidek ashtaq boyliqlarni nem qilibdi. Shu yurtlarda og'riq siloq, jitim yesir, ojiz, meyiplarning nurg'un ekan. Tulxotun, müştaq ailesida a'lar tugab ketgan yosh cho'ng onalamjiq ekan. Hech qachon ularga mehr muhabbatini yetkazib ya manda qilmaydi ekan. Chunki men nimdab beraman, men jafo tortib topgan desam bu dunyoni deydi ekan. Demakchi degan vaqtida yillar o'tibdi, oylar o'tibdi, bayning bir necha bolasi o'tibdi. Har holda bir ikki bolasi yaxshi pichig'a qilsa bo'pti. Lekin bu bayning kenji bolasi degan vaqtida döt bayning döt bolasi kelib döt bo'lib qoldi. Ya dadasining qilib bergan ishini qilmay bugun meni qilib bersa vayronlik qo'ydi ekan. Uningdagi shu davrlardagi nurg'unlagan neshi deysiz mushtaq kayib sapa qiladigan mushtaq yo'llar kirib dadasidagi yig'ib qo'ygan pullarni o'zining qoniga shu yurtdagi odamlarga hashlashga og'ringan shu miskin faqirlarga berishga tegishli bergan pullarni bermagan pullarni mushunda hashlab tugitib oxiri boyni teriktirib yurak kesil qo'ydi. Shuning bilan hatto ashunda qilib nurg'un xato yo'llarga besib, xato ishlarni qilib, nurg'un urush jidal xapiliqlarni terib, shularning to'lamlarini to'lab, boyningma yishimi cho'ngibdi, ish holi qolmabdi. Oxirsida degan vaqtda bu dunyodan qo'shilibdi. Hech bir dunyoning qo'lig'ini qo'ymay, shu sakratda yotgan vaqtida yaxshiliklarni qilib olgan bo'lsam-chu, mushu pullarimni bir ashoyliq meyiplarga, ojizlarga, sanatoriyalarga berib aşında bişiği iğir küller kelgenler olup kalsa kanunluk yollar arkalık muşlar berip algan bolsam-chu degen bolsumu onunga beqopup begidek çami bir adamga buyrugudek alımı kalmaptı. Demek dünyani neme üçün berike bizge deseniz sınak üçün. Muşu zade tapkan pulni dünyanın nege işiltini öz üçün lam jıgamdı ya özünün muştak kıp bir etrafidagi odamlarga ota-onasiga qo'lim qo'shni urug' tuqqanlarga mehr muhabbatini yetkazamdi, yetkazmamdi deb bu dunyoni berdi ekan. Lekin oxirgi hisobda bu boy sakrab tushib, qilgan vaqtida shu esiga kelgan, lekin o'lib ketgan, lekin 3 o'g'li bor ekan. 3 o'g'li talam taraj qilib, shu boyning necha avlod yiqqan dunyolarning hammasini xonavayron qilib, o'lidigini o'lib, sarson ko'chalarda İğir küllerini, sahillarının turmuşlarını keçirip, muşunda bir güçlük bir cəmiyyət ahiri şu tapkan pullarını doğru yollarda işletmeyi, doğru işlerini qılmağanlığı üçün şu perzentleri sebeplik xanı veyran bulab ketken. Demek ki o degen vaqtda bu şahsen bir konu bir hikaye, buvam dep bergen hikaye. Lekin ki o deseniz hazır mı hamdi? Bizim nurg'un ishlarni ko'ryapmiz, sahrolarda olsun, yuzlarda olsun, har xillar. Baylar to'g'ri jafo tortib topadi, kambag'allar uxlayotgan vaqtida issiq o'rni boy qopab shu bolalar oilish uchun qiladi. Lekin endi bizning topgan dunyolarimizda birisi shu bizga shunday xotirjam bir muhit, yaxshi bir turmushni, bir sharoitni berayotgan davlatning asisi va ota-onamizning asisi va lekin biz mushu tapkan dünya pullarimizni to'g'ri ishlarga, mehr muhabbatlik, xayri saxovatlik, qonunlik yo'llar orqali ishiltib, ehtiyoji bor odamlar, sanatoriya, doktorxonada siz mushundaq odamlarni qonuniy yo'llar orqali
Şulağıma mikir muhabbetinin dünyanın ıllıqlığını his qıldırı alsaq, belki bizning baylıqlarımız gündən güngə köpeyişi, 3 avladımızgacha, necha avladımızgacha biz hech qandaq bo'lmasligimiz mumkin. Agar unda qilmay, biz o'zimiz yeb taptaranışıgan ishak ağırğa yerda yurib, men mushta o'tib ketamanki desiniz, heliqi pushtingizdan bo'lgan biraz chiqidi Lay G'azaldan birsi. Oxirsida o bütün kayıp sapa çekadigan muhurqidan sohirqigacha bütün işte qiladi. Sizni o'lmasdan turib yurak kasal qilib yetadi, o'lmasdan turib o'ltirib yetadi. Oxirsida siz peshoningizni silishingiz mumkin, ya o'zingizdan o'tkazib qo'ygan yerlarni o'ylashingiz mumkin, ya o'ylash hattikina men nima gunohlarni qildim, men nima xatoliklarni o'tkazdim deb mang'ijlab ketganlar bor. Nima xatoliklarni o'tkazgachki mushtaq tatqiliq tortiman, men ya ota-onamga yomonlik qilmagan, ya aq qilmagan deydi. Chunki har bir beshimizga kelayotgan tatqiliqlar, arziyatlar, xafaliklar, baloy ofatlar özümüzün ma'lum bir yerlarda bilib bilmay so'zlagan küpürlüklerimiz sebebinden, bilib bilmay o'tkazgan xatoliklarimiz sebebinden, bilib bilmay kishilarning haqqini yavaganligimiz sebebinden biz oxirgi hisobda özümüz bilib bilmay aşındaq bir iğir tragediyalarga qolamizki, bu tabiatning haqiqati, qonuniyati. Şunlaşqı deydiğim, sil rahimlik bo'layli, mehr muhabbatlik bo'layli. Hayat qisqa, hech kim bu dunyodan birnimni ip ketgan emas. Quruq qo'l ketadigan bu hayotlikda barchamiz muhabbat, yaxshilik va yaxshiliklarni o'zimizga jo'r qilib, qalblarimizni shundoq bir pokiz qalblardan qilsak, demak oilamiz xotirjam, ota-onamizning tanlari salomat bo'lishi mumkin. Cho'qim shundoq bo'ladi mumkin emas. Uni bizga o'zimizga hamroh qilmasak, bu omad, bu davlat senda tumas, bu mehnat kimda deb hozirgi azroq bir nimamizda men emas, men bo'lib ketsak, taqdirninki ig'ir qamchilari bizga tegib ketgan kuni yig'lashqima, hatto xatoligimizni tunishqim fursat bo'lmaydi. Mangu toki shu tuproqqa banit bo'lguncha balkim qon jiringlarning ichida ilon chayonlar chiqib yashashi mumkin. Ashtaq yashab o'tib ketishimiz mumkin. Shunga hammamiz salomat bo'laylik, xotirjam bo'laylik. Men sizlarning uy mulkchi o'g'linglar Anvarjon, uy mulk ayt so'raydigan maslahatlaringlar bo'lib qolsa, undidor ham telefonni 156 28 17 95 17. Rahmat xalqim, salomat bo'linglar.